395 million so'mga o'rta qatorda joylashgan bunaqa lokatsiyada aniq bilaman uy topa olmaysizlar. Bo'lib ham yana 3 xonali uy hisoblanadi. Xo'p, yonimizda 6-oilaviy poliklinika bor, to'g'rida esa Nuriston akademik litseyi, ko'chamizning nomi Alisher Navoiy ko'chasi. To'g'ridagi zdaniya ipoteka bank zdaniyasi, yonida esa Nasaf Med klinikasi joylashgan. O'rta qatorda joylashgan uyimiz aytib o'tganimdek 395 million so'mga sotilmoqda. Bu esa birinchi xonamiz bo'ladi. Proyekt bo'yicha bu spalnisi. Xo'p, yonida esa hojatxonasi. Bu yerda esa sanuzellar joylashgan, suv yonkislari o'rnatilgan, ariston nasoslar o'rnatilgan. Xo'p, bu perixojinniy qismimiz bo'ladi. Kirib kelganimizda bizlarni mana shunaqangi perixojinniy qismi kutib oladi. Bu yerda esa eshiklari almashgan ekan, yangi eshiklarga kirib kelish eshigimiz. Bu detskiy xonasi hisoblanadi, umumiy isitish sistemasiga ulangan. Xonalarimiz bezremont holatda, shuning uchun ham arzon. Ko'nglingizdagidek qilib remont qilib olishingiz mumkin. Bu esa 3-xonamiz. Mehmonxona qismi. Hamma xonasi alohida. Bu yer esa eski SSR proyekt bo'yicha bu yoq kladovka bo'lgan. Shunday eshikdan kirib kelganinglarda kiyiminglarni ilib qo'yadigan joy. Bu yer esa proyekt bo'yicha oshxona qismi. Oshxonamiz balkonga ko'chirilgan. Agar bu xonani ham bir xona sifatida hisoblasa, bu 4 xonali uy bo'ladi. Balkonimiz esa 2 ga 5.70 lik balkon. Korpuslar qanaqa kattaligini. Temboli bu tapchanli balkon. Bilasizlar, o'zbeklarning ko'p vaqti shu tapchanning ustida o'tadi. Baribir hamma xonalar ko'p bo'lgani bilan tapchanda ko'p vaqt o'tadi. Bu esa bonusiga qoladigan joyi. Kladovkada qilib qo'ysanglar bo'ladi. Mana kartoshka, piyozlar qo'yib qo'yilgan ekan. Uyimizni ko'rdinglar, lokatsiyasi juda ham zo'r joyda joylashgan. Aytib o'tganimda 395 million so'mga sotiladi. Agar 85 million so'm boshlang'ich to'lovga pulingiz bo'ladigan bo'lsa, ikkilamchi kredit asosida ham xarid qilishingiz mumkin. Pastda raqamlar qoldirganmiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, tezda aloqaga chiqinglar. Bizga obuna bo'lib, kuzatishda davom eting.